Assalomu alaykum. Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining qizg'in ixlosmanlari. Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasi kengaytib, yangidan vujudga chiqargan ochil ekrani riyosatchisi Gulchehradan barliq kona va yangi tomoshabinlarimizga o'tliq salom. Ixlosmanlarimizning yoz yomg'irdak arzu tilaklari, otashdek qizg'inligining parvishida guppida ichilgan yoz gullari bilan tangli po'raklagan yep-yangi ochil ekranimiz sizlar bilan yuz ko'rishidi. Bu ochil ekranimiz bir sahifalar jug'lanmasi. Buningda ilgari yo'l qo'yib kelayotgan haftalik xabarlar saytimizdan boshqa programmamizda Uyg'urlar hayotini siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, san'at, tarix, geografiya, o'tmish va bugun, kelgusi har nuqtalardan yoritish arzusida yana bir qancha sahifalarga kengaytdik. Buningda dunyo siyosiy sahnasidagi qiziq nuqtalarda o'tkir muloyizalar, ilmiy muloyizalarni asos qilgan kuzatish va analiz, ijtimoiy aloqa vositalari taratqularda Uyg'urlarda nuqtaliq diqqat qo'zg'agan sarxil uchurlar haqida taratqularda Uyg'urlarning gapi. Har qaysi allarda fan texnika, madaniyat, san'at, tantarbiya, har soha, har kasblarda jamiyatimizga to'kib qo'shayotgan bizning olim, doktor, professorlarimizning ilmiy faoliyatlari, xalqning ko'ngil to'ridan o'rin olgan o'limalarimiz, tövbkarlarimizning utuqlarini yo'ritishni maqsad qilgan iz va to'hfa, adabiyot, san'at, muzika, yangi ijodiyatlar tanishtirilgan bizning naqshimiz. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning hijrat manzili va qutlug' sahifalari haqida ikkinchi vatan qatorliq sahifalarni bahr ilishinglarga sunamiz. Haras, suyimlik bolalarni unutib qolmadik dexe. Ular uchun yo'l kaptar va yana uningdan boshqa bir munchilgan bola sahifalarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Navbatda Erkin Asiya Radiosi ochil ekranining eng yangi soni bilan ko'rishsizlar. Bizdan yangi sahifalar ochildi. Qani endi ko'zlar ochilsin, aqllar ochilsin, iqbol manzillar ochilsin. O'tliq salomimiz bilan birga izgu tilaklarimiz ochil ekranimizdan g'arbdan sharqqa, o'zga yurtlardan vatanga, hijrondan visolga, ekranimizdan har bir oila, har bir qalblarga tutashqisi.